patent отказ chiqsa nima bo'ladi? Qishda yilning o'rtasida patent отказ chiqsa, o'qishga kirib, shu yerda yurmoqchiman, o'qib, o'zim ishlarim bilan yurmoqchiman desa, odam iloji bor, faqatgina любой shaharda emas, katta shaharlarda ko'proq. Ya'ni Pitser, Moskva va yana 4-5 ta viloyatda iloji bor. Qishda faqat подготовительный kurs bo'lishi mumkin. Birdaniga siz dokumentingizni o'z bo'yniga oladigan. Подготовительный kurs shunaqa narsa, bir xilida onlayn bo'lishi mumkin. Masalan, Moskvada bor shunaqasi, kontraktlari arzonroq. Liba u yozda обычный o'qishga o'tkazib yuboradi. Liba Pitserda bor, bunaqa arzon emas. Где-то 1 yillik 160 ming, уже yarim o'tgani uchun, yarmi kontraktni to'lasa, уже kuzgacha dokumentingizni cho'zib beradi, bo'ldi. Shu bilan yozda обычный o'qishga o'tkazib yuborsa bo'ladi. Shunaqa yo'li bor, ya'ni legal yurishi, qonuniy, lekin Moskvadagi onlayn bo'lgani bilan Pitcherdagi masalan podgotовительный kursga borib turish kerak. Bu yaxshi sizga. O'zi rus tilini hamma joyda hozir trебует qilishyapti. Rus tili kurs bo'ladi u. Haftada 2 marta, 3 marta borib tursangiz, tilni o'rgatadi va dokumentlaringizni cho'zib beradi. Xuddi studentskiy bilan yurishga o'xshaydi. Qish o'rtasida shunaqa variant bor. Hech nimasiz qolib ketgan paytingiz uchoba qilib kelib, shunga topshirsa bo'ladi. Faqat buni cho'zish kerak emas. Chunki buni ham o'zining sroklari bor. Hozir kimda shunaqa vaziyat bo'lsa, patent отказ chiqib, dokument qolib ketgan bo'lsa, shuni harakat qilib topshirib ko'rsa bo'ladi. Iloji bor, qilganlar bo'ldi уже. Dokumentlarni cho'zib olishdi. Bizning aytganimizdek qilsa, hammasini normalniy bo'ladi.